You have 7 minutes. Avvalo, hurmatli janob Javed sahib, xudolar kelib ketib turishi haqida dalil keltirdi. Ba'zilar Yupiterga xudo deb ishonishgan, boshqalar esa boshqa narsalarga. Endi men muftiy hazratlarini javob so'zi uchun taklif qilaman. E'tirozlar raundi. Birinchi raund. Sizga 6 daqiqa beriladi. Men shuni aytaman. Kim kontingent, bog'liq mavjudotni xudo deb bilgan bo'lsa, u adashgan. Bu xudo emas. Biz har qanday xudoni isbotlashga urinmaymiz. Biz zarur mavjudlik haqida gapiryapmiz. Abadiy, boshlanishsiz va cheksiz bo'lgan zarur sabab haqida. Biz bundan boshqasini isbotlamaymiz. Ikkinchidan, u faith va belief o'rtasidagi farqni shunday ta'rifladiki, uzr, bu ta'rifni birinchi bo'lib u emas, Richard Dawkins aytgan. Men bu qayerdan olinganini bilaman. Epistemologik nuqtai nazardan faith va beliefni bunday ajratib bo'lmaydi. Faith ham haq bo'lishi mumkin, noto'g'ri ham. Belief ham haq bo'lishi mumkin, noto'g'ri ham. Mantiq, aql va dalillar bilan mustahkamlangan e'tiqod bu to'g'ri e'tiqoddir. Siz mantiqsiz va asossiz deb atayotgan e'tiqodga kelsak, bu yerda biz bir fikrdamiz. Biz ham bunday e'tiqodni qabul qilmaymiz. Biz faqat mantiq va dalillarga tayangan e'tiqodni qabul qilamiz. Shuning uchun bugun masala faith va belief farqida emas. Xohlasangiz buni e'tiqod deb atang, xohlasangiz ishonch deb. Bugungi savol shuki, haqiqat nima? Haqiqiy e'tiqod va yolg'on e'tiqod. Haqiqiy ishonch va yolg'on ishonch. Keyin u savol berdi. Agar din ahmoqlik bo'lmasa, unda ahmoqlik nima? Men javob beraman. Ahmoqlik bu ateizm. Nega? Chunki agar siz yo'lda ketib bog'ga kirsangiz va gullardan I love Javed Axtar hamda men sizni juda yaxshi ko'raman janob degan yozuvni ko'rsangiz, buni ko'rib, voy, qanday tabiiy hodisa deysizmi? Yo'q. Bu tabiiy emas. Bu aniq dizayn va uning ortida dizayner bor. Agar kimdir shunchalik mukammal ishlayotgan koinot o'z-o'zidan paydo bo'lgan desa, bundan kattaroq ahmoqlik yo'q deb hisoblayman. Bu mantiqsizdir. Keyin raqibimiz dedi. Siz qilichga e'tibor qaratdingiz, orolga emas. Men aynan shuning uchun qilich misolini keltirdim. Orolni kim yaratganini tushuntirish uchun. Qilich ham kontingent, orol ham kontingent. Ikkalasi ham zarur mavjudlikni talab qiladi. Keyin u dedi. Tabiatda adolat yo'q. Axloq va adolatni biz o'zimiz belgilaymiz. Xuddi yo'l harakati qoidalaridek. Bu yolg'on ekvivalentlikdir. Bu mantiqiy xatodir. Siz subyektiv axloqni, yo'l qoidalarini obyektiv axloqqa qiyoslayapsiz. Adolat bu obyektiv axloqdir, subyektiv emas. Agar siz tabiatda adolat yo'q desangiz va bu holatni normal deb bilsangiz, unda tabiat tabiatligicha qolsin. Lekin nega biz dunyoda adolat o'rnatishga intilamiz? Bu mantiqsiz bo'ladi. Ba'zi narsalar obyektiv ravishda yaxshi yoki yomon, ba'zilari esa subyektivdir. Subyektiv axloq jamiyat kelishuvi yoki shaxsiy xohish bilan belgilanadi. Ammo adolatni o'z ichiga olgan axloq obyektivdir. Agar siz uni subyektiv desangiz, unda savol tug'iladi. Agar jamiyat zulmni to'g'ri deb bilsa, siz buni oqlaysizmi? Keyin u dedi. Agar 2 bokal alkogol ichilsa, u kuchayib boradi. Xuddi din kabi. Xuddi shu o'xshatishni ateizmga ham qo'llash mumkin. Agar 2 bokal ateizm bo'lsa, u ham kuchayadi va natijada Shimoliy Koreya paydo bo'ladi. Birinchi javob raundi uchun janob Javedni taklif qilaman. Sizda 7 daqiqa bor.
Iltimos, taymerni qayta ishga tushiring. Men xursandman. Muftiy Sahib ham tan oldiki, tabiatda adolat yo'q. Demak, inson yaratmagan hamma narsa adolatsizdir. Sizdan bir narsani tekshirib ko'rishingizni so'rayman. Bog'ga kirib, juda chiroyli gullarni ko'rsangiz, ularning birortasi ham tabiiy emas. Bu gullarning barchasi chatishtirish orqali yaratilgan. O'rmonlarda o'sadigan gullar esa juda oddiy va ko'zga tashlanmaydi. Bog'larda siz hayrat bilan qaraydigan gullar, bularning barchasi inson tomonidan yaratilgan. Ular turli turlarni chatishtirish orqali hosil qilingan. Bu tabiiy gullar emas. Yovvoyi tabiatda atirgulni ko'rmaysiz. Bularning barchasi inson tomonidan qilingan. Inson juda ko'p narsani yaratdi. Ammo siz mening bitta savolimga javob bermadingiz va bu menga e'tiroz uyg'otadi. Iymon nima o'zi? Va nega siz mendan iymon talab qilasiz? Axir siz mantiqlisiz. Sizda barcha ratsional dalillar bor. Sizda isbotlar bor. Unda nega mendan iymon talab qilasiz? Nega taslim bo'l va savol bermagin deysiz? Hech bir din barcha savollarni berishga ruxsat bermaydi. U ogohlantiradi. Juda ko'p savol bermagin, adajib ketasan. Nega savollarni to'xtatasiz? Haqiqat shuki, insoniyat tarixi ikki turdagi odamlar tarixidir. Ba'zilar o'z ochko'zligiga sig'inishgan, boshqalar esa jaholat va ochko'zlikka qarshi kurashib, haqiqatni anglashga harakat qilishgan. Siz aytasiz, bugun siz koinot qanday paydo bo'lganiga hayron bo'lasiz. Ammo ilgari odamlar boshqa narsalarga hayron bo'lishgan. Quyosh bu yerda botayotgan bo'lsa, u qanday qilib boshqa tomondan chiqadi? Siz bir qadam tashlab abadiy javobni qabul qilishga tayyorsiz. Ammo orqaga qadam tashlashga tayyor emassiz. Siz kelib shunday deysiz. Savol bermang. Bu kuch har doim bo'lgan. Nega buni koinotga ham qilmayapsiz? Nega bir qadam oldin to'xtab, biz bilmaymiz, u doim bo'lganmi yoki yo'qmi deb aytmaymiz va bilmasligimizni tan olmaymiz? Eng hayratlanarlisi shuki, dunyodagi barcha dinlar hamma narsani biladi. Koinot qanday paydo bo'lgan, u qanday yo'q bo'ladi, o'limdan keyin nima bo'ladi? Ammo hech kim bilmagan, bir paytlar dinozavrlar mavjud bo'lganini. Hech kim bilmagan. Dunyoning birorta diniy kitobida dinozavrlar haqida so'z yo'q. Ammo qolgan hamma narsa ma'lum. Qanday qilib 4 oddiy dars orqali koinot yaratish mumkin? Hammasi yozib qo'yilgandek. Hamma narsani bilaman degan odam adashadi. Bizda kamtarlik, tanozlik va shunday qobiliyat bo'lish kerak. Ko'p narsani bilmaymiz deyish. Ammo biz jaholatimizga sig'inmasligimiz kerak. Biz bilishga intilishimiz kerak. Siz hozir o'tirgan dunyo, bu zal, elektr, mikrofon, siz kelgan samolyot, bu yerga kelgan mashina, bularning barchasi savol bergan odamlar tomonidan yaratilgan. Bugun siz yashayotgan qulay dunyo savol berganlar tomonidan qurilgan. Har bir bosqichda esa bu savollar taqiqlangan, noto'g'ri, xavfli deb e'lon qilingan. Tarixni o'qing. Battan ismli muallifning juda qiziqarli kitobi bor. Unda din tarixda ilmga qanday qarshi chiqqani yozilgan. Hatto bug' dvigateliga qarshi bo'lishgan. Vatikan unga qarshi fatvolar chiqargan. Bugun ham Amerikada 10 kuchlar hokimiyatga kelishi bilan tadqiqotlar taqiqlanadi. Inson tanasi bo'yicha tadqiqotlar to'xtatiladi. Respublikachilar bunga ruxsat bermaydi. Siz nimadan qo'rqyapsiz? Bir paytlar diniy odamlar ham g'azablangan edi. Inson yaratishga harakat qilmoqda. Sizga nima farqi bor? Yarataversin. Nima uchun qo'rqyapsiz? Siz deysiz, bu imkonsiz. Bunday qanday bo'lishi mumkin? Menga bir voqea esga tushadi. Men 6-sinfda o'qigan paytim matematikadan juda zaif edim.
Menga o'qituvchi tayinlashdi. U menga hisoblashni o'rgatdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men hech qachon o'sha kunni unutmayman, muftiy sahib. U menga yarim va 3 chorakni tushuntirgandi. Menga shunday tuyuldi, boshim 2 bo'linib ketadi. Bu inson devor ichida gapirayotgandek edi. Bor va davom et. Bugun men bunga kulaman. Bugun siz tushunmaydigan va hayratlanishingizga sabab bo'ladigan narsalar vaqt o'tishi bilan oddiyga aylanadi. Shu insoniyat tarixi. Haddan oshirib xulosa chiqarmang. Biroz kamtarlik ko'rsating. Biz bilmaymiz deb aytishga nima yomon? Koinot qaysi chegaragacha bor? Qachondan mavjud va qachongacha mavjud bo'ladi? Buni bilmaymiz. Ammo siz allaqachon koinot qachon yaratilganini hal qilgansiz. Sizning hisob-kitobingizga ko'ra, taxminan 14 milliard yil oldin. Xudo buni qilmagan paytda nima qilgan? Minglab, millionlab, milliardlab yillar davomida. U shunchaki jim o'tirgan, esnaganmi? Keyin unga fikr keldi. Keling, koinotni yaratamiz. Shunaqa band bo'laman. Siz deysiz, Xudo abadiy, ammo koinot abadiy emas. Demak, u yaratilgan. Undan oldin nima bo'lgan? Va u nima bilan band edi? Bu qanday qulay? Biz endigina asta-sekin tushuna boshladik. Deyarli 2000 yil oldin allaqachon bilgan deb aytishgan. 2500 yil oldin. Va siz bunga ishongansiz. Va shundan beri siz ishonishda davom etyapsiz. 2,5 ming yil oldin aytilgan narsaga. Dunyo o'zgardi. Savollar hal qilinmoqda. Zamonaviy fan hamma narsani biladi deb da'vo qilmaydi. Hech bir jiddiy faylasuf buni da'vo qilmaydi. Aksincha, u shuni aytadi. Qancha ko'p bilsak, shuncha kam narsani bilishimiz aniq bo'ladi. Shuning uchun jaholatimiz bilan kurashishimiz va uni o'rganishimiz kerak. Vaqt. Rahmat. Endi mantiqiy zanjirda men muftiy sahibini 2-raundga taklif qilaman. Sizda yana 7 daqiqa bor. Rahmat. Janob Javed Axtar sahib takrorlaydi. Iymon nima? Men allaqachon tushuntirdim. Iymon haqiqat va yolg'on bo'lishi mumkin. Ammo bugun biz iymon haqida emas, haqiqat va savol haqida gapiramiz. Xudo bormi? Haqiqat va Xudo mavjudmi yoki yo'q? Qaysi pozitsiya haqiqat? Buni iymon yoki e'tiqod deb atang. Menga farqi yo'q. Siz aytdingiz, din savol berishni taqiqlaydi. Agar kimdir taqiqlasa, bu uning muammosi. Men taqiqlamayman. Aksincha, savollar berilish kerak. Savollar orqali rivojlanamiz, taraqqiy qilamiz. Shuning uchun men bu yerda. Ammo savollar faqat Xudoga emas. Ular sizga ham bo'ladi. Savollar faqat din haqida emas, ateizmga ham bo'ladi. Bugun men savollar beraman. Umid qilamanki, siz javob berasiz. Hozirgacha siz kontingentlik argumentiga javob bermadingiz. Nega koinotni abadiy deb hisoblamaslik kerak? Chunki koinot abadiy bo'lishi mantiqan mumkin emas. Koinot kontingent mavjudot. U vaqt va favon bilan cheklangan. Vaqt va makon bilan cheklangan hamma narsa kontingent. Barcha kontingent narsaning boshlanishi bor. Boshlanishi bor narsa abadiy bo'la olmaydi. Bu oddiy. Siz dedingiz, diniy kitoblarda dinozavrlar yo'q. Afsus, men matematika darsliklarida ham dinozavrlar haqida eshitmadim. Bu matematika ma'nosiz degani emas. Shunchaki bu uning mavzusi emas. Vahiy va diniy matnlarning vazifasi velosiped qanday qilinishini tushuntirmaslik, dinozavrlar qachon yashaganini aytmaslik.
Ularning vazifasi axloqni o'rgatish, Xudo haqida gapirish, maddiy bo'lmagan haqiqatni tushuntirish. Din ilmga to'sqinlik qilmaydi. Agar qilsa, u xato qiladi. Din ilm-fan bilan emas, sintizm bilan qarshi turadi. Ilm bilan sintizm farqi bor. Sintizm ilm va ilmiy usul yagona bilim manbai deyishdir. Biz buni rad etamiz. Ilmni rad etmaymiz. Tariximizni o'rganing ko'rasiz. Bu alohida mavzu. Siz dedingiz, Vatikan fatvo chiqaradi. Vatikan va fatvo qarama-qarshi atamalar. Ular bir-biri bilan bog'liq emas. Siz dedingiz, biz bilmaymiz. Bilmasak shunday deyavering. Biz bilmaymiz. Nima muammo? Ammo aynan shuni men da'vo qilaman. Agar siz deysiz bilmaymiz, unda nega Xudo yo'qligini da'vo qilasiz? To'g'ridan to'g'ri ayting, bilmaymiz. Balki u bor, balki yo'q. Lekin siz da'vo qilasiz. Siz aytganingizda Xudo yo'q, bu allaqachon da'vo. Va shunda isbot yukini sizda, bizda bo'lganidek yuk bor. Nega? Men endi tushuntiraman. Bu til. Bu taraf joh qismlarini pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu Zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingning atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishini, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o $200 bir inson bemorlar uchun deb ehson bergan edilar. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Faylasuf nuqtai nazaridan da'vo deb hisoblanadi faqat ijobiy bayon emas. Misol, agar men aytsam, o'sha xonada hech kim yo'q, men bilim haqida bayon qilgan bo'laman. Agar aytsam, bilmayman, kimdir bor bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin, bu da'vo emas. Lekin aytsam, kimdir bor yoki yo'q, ikkala holatda ham bu da'vo. Ikkala holatda ham isbot kerak. Bizda ham isbot yuk bor. Shuning uchun men kontingentlik argumentini keltirdim. Uni rad eting. Keyin u dedi, Xudo 150 yil, millionlab yillar oldin nima qilgan? Yaxshi. Men sizning mavqeingizni va hurmatingizni hisobga olib javob beraman. Aks holda bunday savolni hatto ko'rib chiqmasdim. Oldin, keyin, dan keyin so'zlari vaqt kategoriyalari. Vaqt esa koinot boshlangandan keyin boshlanadi. Shuning uchun koinot yaratilishidan oldin Xudo nima qilgan degan savol mantiqan noto'g'ri. Bu mantiqiy xato. Siz dan oldin deb so'rayapsiz. Vaqt hali mavjud bo'lmagan vaziyatda. Bunday savol Xudoga nisbatan qo'llanilmaydi. Endi sizga taqdim etgan kontingentlik argumentiga kelsak, siz yana buni bo'shliq xudosi deb ataysiz. Avval bilmasdik, endi ilm tushuntirdi deysiz. Men oddiy misol bilan tushuntiraman. Har qanday bo'shliq ilm to'ldiradi. Kontingent narsaga to'ldiriladi. Bu kuch, materiya yoki energiya bo'lsin. Shuning uchun savolimiz kuchda qoladi. Siz zarur mavjudlikka yetguningizcha. Sabablarga cheksiz regress real dunyoda mumkin emas. Demak, zanjir bir joyda to'xtashi kerak. Va u joyda to'xtaganda Xudo bor. Siz yana, ha, aynan shunday dedingiz. Qayerda to'xtaydi? U yerda Xudo. Endi misol. Mashina bor. Inson g'ildiraklar qanday aniq o'rnatilganini, rul qanday joylashtirilganini, o'rindiq qanday loyihalashtirilganini, butun tizim qanday mukammal ishlashini ko'radi. Aniqki, bu mashinani kimdir yaratgan.
Va shu payt janob Javed kelib deydi, kapotni oching, bu yerda dvigatel bor. Dvigatel mashinani harakatga keltiradi. Shuning uchun hech kim mashinani yaratmagan degan xulosa mantiqsiz. Bu irratsional. Siz mexanizmini tushuntirdingiz, ammo bu yaratish va mavjudlik faktini yo'q qilmaydi. Kontingent izohlar bilan bo'shliqlarni to'ldirish argumentni yo'q qilmaydi. Aksincha, tizim murakkabligini tushunishimizni kengaytiradi. Avvalimiz kam bilardik, hozir ko'proq bilamiz. Va mashinada yaratuvchi borligiga ishonchimiz faqat kuchayadi. Xudoni yaratishda ham xuddi shunday. Fan fizik hodisalarni tushuntirishni davom ettiradi. Chunki empirik dalillar faqat jismoniy haqiqatga tegishli. Ammo ilm yordamida metafizik haqiqatni isbotlash mumkin emas. Buning uchun ilmni ishlatish noto'g'ri asbobni qo'llashdir. Bu metal aniqlagich bilan plastikka izlashga o'xshaydi. Rahmat. Thank you. Ji. Ikkinchi argumentlar raundi. 7 daqiqa. Avvalo aytmoqchimanki, siz da'vo qilasiz, koinot bo'lmagan bo'lsa, vaqt ham bo'lmagan. Qanday bo'lmagan? Xudo esa bor edi. Xudo mavjud edi. Agar Xudo bor bo'lsa, demak nimadirmin ham bor edi. Hech narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin emas. Hech narsa yo'q edi. Xudo bor edi. Keyin siz deyapsiz, isbot qiling. Sizda mantiq bormi? Menda mantiq bor. Ammo bu mening vazifam emas. Xudo yo'q deganingizni isbotlash. Bertrand Russell juda aniq aytgan. Agar men aytsam, Mars atrofida fayvorin choynak aylanmoqda, bu sizning vazifangiz emas. Hech qanday choynak yo'qligini isbotlash. Bu mening vazifam. Chunki men da'vo qildim. Da'vo aynan diniy odamlar qiladigan. Xudo mavjud. Nega men aksini isbotlashim kerak? Siz meni ishontirmaguncha men qabul qilmayman. Bu sizning javobgarligingiz, mening emas. Ikkinchidan, siz bo'shliqlar haqida gapirasiz. Ammo har safar bu bo'shliqlar dinni sinashni boshlaganda mojarolar boshlanadi. Turli davrlarda, turli joylarda din ilmni to'xtatishga harakat qilgan. Din va ilm kitobini o'qing. Sizga yoqadi. Ilm va din tarixi ularning mojaro tarixidir. Endi o'ylaylik. Agar Xudoga va diniga ishonish odamni yaxshilasa, oddiy tajribani o'tkazaylik. Dunyo xaritasini oling va eng kuchli diniy hududlarni belgilang. Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq, Uzoq Sharq, Hindistonning yuqori diniy hududlari. Bu xaritani chetga qo'ying. Endi ikkinchi xaritani oling. Qayerda eng ko'p adolatsizlik, bostirish, ayollarning huquqlari buzilishi, zulm, diktatura? Xaritlar bir xil bo'ladi. Shunday qilib ayting, bu metod foydali nima? Agar Xudo g'oyasi asbob bo'lsa, natijani ko'rsating. Hatto yo'l chetida sotiladigan dori uchun ham qo'llanma berilgan. Ammo bu yerda hech qanday foyda yo'q. Barcha vayron bo'lgan davlatlar, barcha shafqatsiz jamiyatlar Xudo nomi bilan zo'ravonlik qiladi. To'g'ri qiladimi yoki yo'q? Menga farqi yo'q. Natija qo'llashdan ko'rinadi. Siz ehtimol viski shishasini ko'rgan bo'lsangiz. Chiroyli, qizil yorliq, yorug'likda porlaydi. Kimga xalaqit qiladi? Biz uni qo'llash oqibatlari uchun yoqtirmaymiz. Xuddi shunday. Bu g'oyani qo'llash har doim noto'g'ri bo'lgan. Insoniyat tarixiga qarang. Zamonaviy dunyoga qarang. Hindistonga qarang.